Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Istanbulga maqsadsiz bordi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyani Turkiyadagi muzokaralarga nima uchun borayotganini bilmasligi va muzokaralarga beparvolik qilayotganida aybladi. Zelenskiyga ko'ra, hozirda Ukraina Yevropa va AQShdagi hamkorlar bilan keyingi qadamlar qanday bo'lishini muhokama qilmoqda. Shuningdek, u Rossiya vakillari uchrashuvlarga hech qanday jiddiy tayyorgarlik ko'rmayotganini va hattoki navbatdagi Istanbul muzokaralarida Rossiya nima taqdim qilishni ham bilmaganini aytdi. Hozirgacha rossiyaliklar Istanbulga aniq nima olib kelishini rejalashtirmayapti. Bizda yo'q, Turkiyada yo'q, AQShda yo'q, boshqa hamkorlarda ham yo'q. Uchrashuvlar Rossiya vakillari tomonidan jiddiy qabul qilinmayapti, deb yozgan Zelenskiy. Qolaversa, Zelenskiy bu masala yaqinda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an bilan muhokama qilganini ham aytib o'tgan. Dunyodagi hamma diplomatiya ishlashini va haqiqiy to'xtov yuz berishini xohlaydi. Hamma Rossiya diplomatiyasi bilan o'yin o'ynamasdan urushni to'xtatishni istaydi. Hamma jiddiy tinchlikni xohlaydi va Rossiya bunga rozi bo'lishi shart. Bu uchrashuvlar asosiy kun tartibi bo'lishi kerak. Biz allaqachon o'z kun tartibimizni taqdim etdik. Umid qilamizki, amerikaliklar sanksiyalar masalasida qat'iylik ko'rsatib, tinchlikka yaqinlashishga yordam beradi, deb qo'shimcha qilgan Zelenskiy.